Agar siz 1-iyulgacha ariza bermasangiz, sizga tegishli bo'lgan to'lovlar to'xtab qolishi yoki umuman hisoblanmay qolishi mumkin. Bu gap qo'rqitish uchun emas. Amaliy hayotda ko'p uchraydigan muammo haqida ogohlantirish uchun aytilmoqda. Men bugun juda muhim mavzuni tushuntiraman. Kimlar ariza topshirishi kerak, kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Kechiksa nima bo'ladi va pulni yo'qotmaslik uchun aynan qanday harakat qilish kerak? Bu ma'lumot nafaqa olayotganlar, ijtimoiy yordamga muhtoj oilalar, subsidiyaga ariza bermoqchi bo'lganlar, bolalar puli, moddiy yordam, kompensatsiya yoki boshqa davlat to'lovlarini kutayotganlar uchun juda muhim. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishni bilmagan odam ertaga o'z pulidan ayrilib qolishi mumkin. Oldin ko'pchilik bir marta ariza topshirsa, keyin hammasi o'z-o'zidan davom etadi deb o'ylardi. Masalan, bir oila bolalar pul olayotgan bo'lsa, ular davlat biladi, mahalla biladi, tizimda bor-ku deb yuraverardi. Yoki pensiya yoshidagi odam, nogironligi bor fuqaro, ijtimoiy himoyaga muhtoj oila, mening holatim o'zgarmagan, demak to'lov ham davom etadi deb hisoblagan. Lekin hozir jarayonlar ancha tartibga solinyapti. Ko'p to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar elektron tizimlar orqali tekshiriladi. Oila tarkibi, daromad, ish joyi, mulk, avtomobil, bankdagi ma'lumotlar, ro'yxatdan o'tgan manzil, bolalarning yoshi, nogironlik muddati, qaror muddati kabi holatlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun ayrim to'lovlar avtomatik davom etmaydi. Ariza, tasdiqlovchi hujjat yoki qayta murojaat talab qilinadi. Asosiy muammo shunda, odam o'zini haqli deb biladi. Lekin tizimda u bo'yicha yangi ariza yo'q. Natijada to'lov tayinlanmaydi. Keyin fuqaro men bilmagan edim, menga hech kim aytmadi, oldin olib kelayotgan edim-ku deb e'tiroz bildiradi. Afsuski, ko'p holatda muddat o'tib ketgan bo'lsa, o'tgan davr uchun pulni qaytarib olish qiyinlashadi yoki umuman imkonsiz bo'ladi. 1-iyulgacha bo'lgan muddat odatda yarim yillik yakunlanadigan, yangi tartiblar kuchga kiradigan, qayta hisob-kitoblar boshlanadigan davr sifatida muhim. Agar to'lov, yordam yoki subsidiya uchun ariza aynan shu muddatgacha talab qilinayotgan bo'lsa, demak davlat organlari shu sanadan keyingi davr uchun ro'yxatni shakllantiradi. Ro'yxatga kirmagan odam esa keyin men ham bor edim desa ham, tizimda ariza ko'rinmagan uchun pul chiqmay qolishi mumkin. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Tasavvur qiling, bir mahallada 100 ta oila ijtimoiy yordamga muhtoj. Shundan ertagan tasi vaqtida ariza berdi, hujjatlarini topshirdi, ma'lumotlari tekshirildi. O'tib ta'sisi keyin boraman, hali vaqt bor. Qo'shnim aytsa boraman deb yurdi. 1-iyuldan keyin ro'yxat shakllandi. Endi to'lovlar 70 ta oila bo'yicha yuradi. Qolgan 30 ta oila keyin kelganda, ularga arizangiz endi ko'rib chiqiladi. Oldingi oylar uchun esa asos yo'q deyilishi mumkin. Demak, eng katta xato arizani kechiktirish. Hujjat to'liq bo'lmasa ham masalani oldindan aniqlashtirish kerak. Chunki ko'p hollarda ariza berilgan sana juda muhim. To'lov qachondan hisoblanishi, huquq qachondan paydo bo'lishi. Kompensatsiya qaysi oydan berilishi aynan murojaat sanasiga bog'liq bo'ladi. Birinchi navbatda bolalar puli yoki kam ta'minlangan oilalar uchun nafaqa olayotgan oilalar ehtiyot bo'lishi kerak. Agar sizning oilangizda bugundak yoshgacha farzandlar bo'lsa, oilaning daromadi past bo'lsa, oldin bolalar puli olgan bo'lsangiz yoki endi olish niyatida bo'lsangiz, ariza muddati, to'lov muddati va qayta ko'rib chiqish sanasini tekshirtiring. Chunki bola yoshi o'zgargani, oila tarkibida kimdir ishga kirgani, kimdir ro'yxatdan chiqqani yoki yangi daromad paydo bo'lgani tizimda ko'rinishi mumkin. Masalan, bir oilada 3 nafar bola bor. 4 yosh, 9 yosh va 21 yosh. Oila oldin oyiga shartli ravishda 600 ming so'm yordam olgan. Agar ularning yordam muddati iyun oyida tugasa va ular 1-iyulgacha qayta ariza bermasa, iyul oyidan to'lov chiqmasligi mumkin. Ular avgustda murojaat qilsa, avgust yoki sentabrdan ko'rib chiqilishi mumkin. Natijada kamida 1 yoki 2 oylik puldan ayrilish ehtimoli bor. Berilmagan bu 600 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha yo'qotish degani. Ikkinchi guruh nogironligi bor shaxslar yoki nogiron farzandi bor oilalar. Bu yerda eng muhim nuqta nogironlik muddati. Ba'zi nogironlik guruhlari muddatsiz bo'ladi. Ba'zilari esa ma'lum muddatga belgilanadi. Agar tibbiy komissiya xulosasi muddat tugagan bo'lsa, lekin fuqaro qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, ayrim to'lovlar to'xtashi mumkin. Odam mening ahvolim o'zgarmadi deydi, lekin hujjat muddati tugagan bo'lsa, tizim buni asos deb qabul qilmaydi.
Uchinchi guruh uy-joy, kommunal ijara yoki boshqa turdagi kompensatsiya va subsidiyalarga murojaat qilganlar. Bunday yordamlar ko'pincha aniq davr uchun beriladi. Masalan, subsidiya 1 yilga, kompensatsiya 1 mavsumga, yordam esa ma'lum oylar uchun belgilanadi. Muddati tugaganda fuqaro qayta ariza bermasa, to'lov davom etmaydi. 4-guruh pensiya yoki nafaqaga yangi chiqayotganlar. Pensiya yoshiga yetgan odam, yoshim yetdi, demak pensiya avtomatik tushadi deb o'ylamasligi kerak. Pensiya tayinlash uchun ham hujjatlar, ish staji, ish haqi ma'lumotlari, ariza va tekshiruv jarayoni bo'ladi. Ariza kech topshirilsa, pensiya ham kech tayinlanishi mumkin. Ayrim holatlarda o'tgan muddat uchun hisoblash tartibi cheklangan bo'ladi. Agar sizning to'lovingiz muddati tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlaringiz amal qilayotgan bo'lsa, tizimda arizangiz qabul qilingan bo'lsa va sizga rasmiy javob berilgan bo'lsa, unda ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin baribir tekshirtirish zarar qilmaydi. Chunki ko'p odamning muammosi hujjat yo'qligida emas, hujjat bor deb o'ylashida bo'ladi. Masalan, fuqaro men ariza berganman deydi. Lekin aslida u faqat mahalla raisiga og'zaki aytgan bo'ladi. Og'zaki aytish ariza hisoblanmaydi. Yoki hujjatlarni topshirgan, lekin ariza elektron tizimga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Yoki ariza qaytarilgan, lekin fuqaro xabarni ko'rmagan. Shuning uchun xavotir olmaslik uchun asos bo'lishi kerak. Ariza raqami, qabul qilingan sana, mas'ul tashkilotning javobi, SMS xabarnoma yoki elektron tizimdagi holat. Yana bir misol. Agar siz pensiyani doimiy olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash joyingiz o'zgarmagan bo'lsa, shaxsni tasdiqlovchi hujjatingiz amal qilayotgan bo'lsa, sizdan har oy ariza talab qilinmaydi. Lekin pasport yoki ID karta muddati, bank kartasi muddati, yashash manzili, vafot etgan oila a'zosi bo'yicha ma'lumotlar kabi narsalar muammo keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun menga tegishli emas deb butunlay e'tiborsiz qoldirmang. Birinchi misol. Gulbahor opa 2 farzandi bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i mavsumiy ishda, daromadi barqaror emas. Oila oldin bolalar puli olgan. May oyida yordam muddati tugagan, lekin opa mahalladagilar biladi, yana chiqarib berishadi deb yuravergan. Iyun oxirida ariza topshirish kerakligini eshitgan, lekin hujjatlarni yig'ishga ulgurmagan. Avgustda murojaat qilganda unga ariza qabul qilinadi. Lekin to'lov ariza sanasidan keyingi davr uchun ko'rib chiqilishi aytilgan. Natijada iyul oyi uchun pul chiqmagan. Bitta oy yo'qotish ham oilaviy budjetda katta farq qiladi. Oziq-ovqat, maktabga tayyorgarlik, dori-darmon xarajatlari to'xtab turmaydi. Ikkinchi misol. Akmal aka nogironlik bo'yicha nafaqa oladi. Uning tibbiy xulosasi 3 iyunda tugaydi. U esa oldin ham uzaytirishgan, yana uzayadi. Deb komissiyaga kech boradi. Hujjat yangilanmaguncha to'lovda tanaffus paydo bo'ladi. Bu yerda muammo Akmal akaning huquqi yo'qligida emas, huquqni tasdiqlovchi hujjat vaqtida yangilanmaganida. Shuning uchun nogironlik, parvarish puli, maxsus yordam kabi masalalarda muddatlar alohida nazorat qilinishi kerak. Uchinchi misol. Bir oila ijara kompensatsiyasi yoki uy-joy bilan bog'liq yordamga ariza bermoqchi. Ular daromadi pastligini aytadi. Lekin ijara shartnomasi rasmiy emas. Pulni qo'lga berib kelishgan, shartnoma tuzilmagan. Ariza topshirganda esa ulardan yashash joyi, shartnoma, oila tarkibi va daromad bo'yicha ma'lumot so'raladi. Hujjat rasmiy bo'lmagani uchun jarayon cho'ziladi. Agar ular buni 1 iyulga 2 kun qolganda boshlasa ulgurmasligi mumkin. Demak, muammo faqat ariza emas, arizaga tayyorlik hamdir. Eng muhim nozik jihat. Ariza topshirish bilan to'lov tayinlanishi bir xil narsa emas. Ariza topshirilgani faqat jarayon boshlanganini bildiradi. Keyin tekshiruv bo'ladi, hujjatlar solishtiriladi, mezonlarga moslik aniqlanadi. Agar hujjat yetishmasa, ariza qaytarilishi yoki qo'shimcha ma'lumot so'ralishi mumkin. Shuning uchun men ariza berdim, endi pul aniq tushadi deb xotirjam bo'lish ham xato. Ikkinchi nozik jihat, daromadni yashirish oxir-oqibat zarar keltiradi. Ayrim odamlar rasmiy daromadimni aytmasam yordam chiqadi deb o'ylaydi. Lekin hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinadi. Ish haqi, pensiya, aliment, mulk, avtomobil, tadbirkorlik. Ayrim bank operatsiyalari tekshirilishi mumkin. Agar noto'g'ri ma'lumot berilsa, yordam rad etilishi, keyin esa ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi ham paydo bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, oila tarkibi. Ko'p nizolar aynan shu yerda chiqadi. Masalan, bir kishi ro'yxatda oilada turadi, lekin amalda boshqa joyda yashaydi yoki aksincha, amalda birga yashaydi,
lekin ro'yxatda boshqa manzilda. Tizim esa rasmiy ma'lumotga qaraydi. Shuning uchun ariza berishdan oldin oila tarkibi, doimiy yoki vaqtincha ro'yxat, nikoh, ajrim, farzandlarning hujjatlari tartibda bo'lishi kerak. 4-nozik jihat bank kartasi. To'lov tayinlangan bo'lsa ham karta muddati tugagan, karta bloklangan. Hisob raqam noto'g'ri yoki bank ma'lumotlari mos kelmasa pul kelmay qolishi mumkin. Odam menga pul chiqmayapti deb mahallaga boradi. Aslida muammo bank kartasida bo'ladi. Shuning uchun ariza bilan birga to'lov tushadigan hisob ma'lumotlarini ham tekshirish kerak. 5-nozik jihat xabarlarni o'qimaslik. SMS, elektron kabinet, portal xabarnomasi yoki mas'ul tashkilotning bildirishnomasi kelgan bo'lishi mumkin. Fuqaro telefon raqamini almashtirgan, internetga kirmagan yoki SMSni o'qimagan. Keyin menga aytishmadi deydi. Ariza berganingizdan keyin kamida haftasiga bir marta holatni tekshirib turing. Endi eng muhim qism, nima qilish kerak? Birinchi qadam, o'zingiz olayotgan yoki olmoqchi bo'lgan to'lov turini aniqlang. Bu bolalar puli, moddiy yordam, pensiya, nogironlik nafaqasi, parvarish puli, subsidiya, kompensatsiya yoki boshqa yordam bo'lishi mumkin. Har bir to'lovning talabi boshqacha. Shuning uchun hammaga bir xil hujjat kerak deb o'ylamang. Ikkinchi qadam, muddatni tekshiring. Sizga tayinlangan yordam qachongacha amal qiladi? Oxirgi qaror qaysi sanada chiqarilgan? To'lov qaysi oyda tugaydi? Iyulgacha ariza berish shartmi yoki sizning holatingizda boshqa muddat bormi? Buni mahalla. Ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli elektron portal orqali aniqlashtiring. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, oila a'zolari hujjatlari, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjati, daromad to'g'risidagi ma'lumotlar, bank karta yoki hisob raqami, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, ijara shartnomasi. Yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Qaysi hujjat aniq kerakligini mas'ul tashkilotdan so'rang. 4-qadam, arizani rasmiy topshiring. Og'zaki gaplashish bilan cheklanib qolmang. Agar davlat xizmatlari markazi orqali topshirsangiz, qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjat oling. Agar elektron portal orqali topshirsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. Agar mahalla yoki ijtimoiy himoya organi orqali bo'lsa, qabul qilingan sana va mas'ul xodimni yozib oling. Telefoningizga kelgan SMSni o'chirib yubormang. 5-qadam, ariza holatini kuzating. Topshirdim bo'ldi deb ketmang. 3-5 ish kunidan keyin holatini so'rang. Agar qo'shimcha hujjat kerak bo'lsa, darhol yetkazib bering. Agar rad javobi kelsa, sababini yozmay yoki rasmiy ko'rinishda oling. Sabab tushunarli bo'lmasa, yuqori tashkilotga yoki davlat xizmatlari orqali qayta murojaat qilish mumkin. 6-qadam, hamma narsani oldindan qiling. Iyul oxirgi muddat bo'lsa, o'tin yo'lda yugurib yurish xavfli, tizim ishlamay qolishi, navbat ko'payishi, biror hujjat yetishmasligi, mas'ul xodim joyida bo'lmasligi mumkin. Eng to'g'ri yo'l muddatdan kamida 10 kun oldin masalani hal qilish. Bu sizga xatoni tuzatish uchun vaqt beradi. Agar bir yil o'tib ketgan bo'lsa ham, qo'l qovushtirib o'tirmang. Darhol ariza bering. Chunki bugun kech bo'lsa, ertaga undan ham kech bo'ladi. Arizada holatingizni aniq yozing. Qaysi to'lov bo'yicha murojaat qilyapsiz? Nega vaqtida topshira olmadingiz? Oilaviy yoki sog'liq holatingiz qanday? Qaysi hujjatlarni ilova qilyapsiz? Agar kechikish sizga bog'liq bo'lmagan sabab bilan yuz bergan bo'lsa, masalan, kasallik, shifoxonada yotish, tabiiy ofat, hujjat beruvchi idoraning kechikishi, tizimdagi texnik muammo bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. Lekin shuni bilib qo'ying. Bilmagan edim degan sabab har doim ham uzrli sabab sifatida qabul qilinmaydi. Shuning uchun asos bo'lsa, hujjat bilan ko'rsating. Agar sizga rad javobi berilsa, hissiyot bilan janjal qilishdan foyda yo'q. Avval rad sababini bilib oling. Sabab daromad mezonidan oshgani bo'lishi mumkin. Hujjat yetishmasligi bo'lishi mumkin. Oila tarkibi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Muddat o'tgani bo'lishi mumkin. Har bir sababning yechimi boshqacha. Hujjat yetishmasa to'ldirasiz. Ma'lumot noto'g'ri bo'lsa tuzattirasiz. Mezonga mos kelmasangiz boshqa yordam turlarini so'raysiz. Birinchi xato qo'shning gapiga ishonish. Qo'shningizning holati boshqa, sizniki boshqa. Uning oilasida daromad boshqacha. Bolalar soni boshqacha. Hujjat muddati boshqacha bo'lishi mumkin. Unga chiqdi, menga ham chiqadi yoki unga chiqmagan, demak menga ham chiqmaydi degan fikr noto'g'ri. Ikkinchi xato faqat telefon orqali so'rash.
telefon orqali maslahat olish mumkin, lekin rasmiy ariza o'rnini bosmaydi. Agar siz muddat ichida rasmiy murojaat qilmagan bo'lsangiz, keyin men telefon qilgandim deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. 3-xato, hujjat nusxalarini saqlamaslik. Men har doim tavsiya qilaman. Topshirgan hujjatlaringizning fotosuratini oling, ariza raqamini yozib qo'ying, SMSni saqlang. Ertaga nizo chiqsa, sizda dalil bo'ladi. 4-xato, oxirgi kunga qoldirish. Bu eng xavfli xato. Odamlar ko'pincha hali vaqt bor deydi. Vaqt bor, lekin hujjat tayyor emas. Vaqt bor, lekin tizimda navbat bor. Vaqt bor, lekin bir dona ma'lumotnoma yetishmaydi. Shu sababli to'lovdan qolish holatlari ko'p uchraydi. 5-xato, oiladagi o'zgarishlarni yashirish. Farzand tug'ildi, nikoh bo'ldi, ajrim bo'ldi, kimdir ishga kirdi, kimdir chet elga ketdi, kimdir vafot etdi. Manzil o'zgardi. Bularning hammasi to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. O'zgarishni vaqtida bildirmaslik keyin muammo tug'diradi. Demak, asosiy gap bitta. 1 iyulgacha ariza berish talab qilinayotgan bo'lsa, buni o'tga surmang. Siz haqli bo'lishingiz mumkin. Oilangiz haqiqatan yordamga muhtoj bo'lishi mumkin. Lekin rasmiy ariza bo'lmasa yoki hujjat muddati o'tgan bo'lsa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Kim kechiksa, pulini yo'qotishi ehtimoli bor. Bugunoq o'zingizning holatingizni tekshiring. Qaysi to'lovni olyapsiz? Muddati qachon tugaydi? Ariza topshirilganmi? Hujjatlar to'liqmi? Bank ma'lumotlari to'g'rimi? Agar ota-onangiz, qo'shningiz, qarindoshingiz yoki tanishingiz bunday to'lovlarga muhtoj bo'lsa, ularga ham ayting. Ko'p odam puldan huquqi yo'qligi uchun emas, vaqtida bilmagani va ariza bermagani uchun ayriladi. Agar sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi to'lov bo'yicha ariza bermoqchisiz? Qaysi hujjat yetishmayapti? Sizga qanday javob berishdi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan ariza bir oilaning bir necha oylik daromadini saqlab qolishi mumkin.